Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugungi darsimiz input funksiyasi haqida. Python dasturida input funksiyasi foydalanuvchidan ma'lumot olish uchun xizmat qiladi. Biror o'zgaruvchini yaratib, unga input funksiyasini yozamiz. Foydalanuvchi kiritgan ma'lumot shu o'zgaruvchiga saqlanadi. Istalgan vaqtda o'zgaruvchiga murojaat qilib, foydalanuvchi kiritgan ma'lumotdan dasturimizda foydalanishimiz mumkin. Namunaga qaraydigan bo'lsak, dasturimizga birinchi print funksiyasi berilgan. Print funksiyasiga argument qilib ismingiz nima degan savol qo'yilgan. Dasturimiz ishga tushganda birinchi print funksiyasi ishlaydi va ekranda ismingiz nima degan yozuv chop etiladi. Keyingisida ism o'zgaruvchisiga input funksiyasi berilgan. Bu esa foydalanuvchidan ma'lumotni so'raydi. Foydalanuvchi hozirgi holatda ismini kiritgandan so'ng enterni bosish kerak bo'ladi. Enterni bosgandan keyin dasturning davomi ishlaydi. 3-qatorda print funksiyasiga salom berilgan va unga qo'shuv ism o'zgaruvchisiga saqlangan ma'lumotni ekranda chop qiladi. Natijani pastda ko'rishimiz mumkin. Ismingiz nima chop qilindi? Foydalanuvchi Jahongir deb kiritdi masalan va print funksiyasi esa salom Jahongir deb ma'lumotni chop qildi. Keyingi namunada ham xuddi shunday. Bunda faqat ismga qo'shib yoshni ham so'ramoqda. Print funksiyasi ismingiz deb yoziladi. Ismdan keyin ism o'zgaruvchisiga input qiymati berilgan. Demak, foydalanuvchining ismi shu o'zgaruvchiga saqlanadi. Print funksiyasi kelyapti. Unga yoshingiz deb argument berilgan. Yoshingiz degan matn chop etiladi. Undan so'ng foydalanuvchidan yoshni so'raydi. Yosh o'zgaruvchisiga input funksiyasi berilgan va foydalanuvchi yoshini kiritadi, enterni bosadi. Ismni kiritgandan so'ng ham enterni bosish kerak. Dasturning keyingi qatorlarida esa print ism, print yosh. Dasturimizning natijasi esa deylik, foydalanuvchining ismi Ahmad, yoshi 17 da bo'lsa, dasturimizning natijasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Keyingi namunamizni ham yuqoridagi dastur bilan ishlashi bir xil, faqat eng oxirgi qatorda print funksiyasiga ismi deb yozilgan va 2 nuqta qo'yilgan. Unga qo'shuv ism, ya'ni ism o'zgaruvchisiga saqlangan ma'lumot va virgul qo'yilganda keyingi argumentni yozyapti. Yoshi 2 nuqta qo'yilgan, unga qo'shilgan yosh. Foydalanuvchi kiritgan yosh, o'zgaruvchi foydalanuvchidan olgan ma'lumotni shu yerga olib kelib qo'yadi. Dastur natijasi esa mana pastda ko'rinib turibdi. Ism 2 nuqta Ahmad, yoshi 17. Vaqtni tejash va kodni qisqa qilish maqsadida input funksiyasining ichiga foydalanuvchi aynan qanday ma'lumot so'rayotganini yozishimiz mumkin. Bundan avvalgi namunalarda ko'rgandik, print funksiyasi bilan yozayotgandik. Demak, dasturni qisqartirishimiz uchun biz input funksiyasining ichiga biz aynan foydalanuvchining nima so'rayotganini yozishimiz mumkin ekan. Birinchi ism o'zgaruvchisiga input berilgan va uning ichida ismingiz degan savol qo'yilgan. Undan keyin yosh o'zgaruvchisiga input funksiyasi berilganda, bu esa foydalanuvchidan yoshini so'rayapti, ya'ni yoshingiz. Dastur ishga tushganda print funksiyasiga o'zgaruvchi qilib ism berilgan. Demak, foydalanuvchining ismi va keyingi qatorda esa uni yoshi ekranda chop qilinadi. Biz o'zimiz yozayotgan kodlarimiz orasida izoh yozib qoldirishimiz mumkin. Ba'zi dasturlarni yozayotganimizda o'zimizga tushunarli bo'lish uchun yoki bizdan keyingi bu dasturni ochib o'qiydiganlarga tushunarli bo'lish uchun izohlar qoldirib o'tishimiz mumkin yoki dasturning qaysidir qismi qanday funksiyani bajarayotganini ham izoh qilib qoldirib ketishimiz mumkin. Dastur orasida izoh qoldirish uchun panjara belgisini ishlatamiz. Panjara belgisidan keyin yozilgan har qanday kodni yoki matnni Python e'tiborga olmaydi. Bugungi darsimiz bo'yicha namunalarni ko'radigan bo'lsak, birinchi izohdan boshlaylik. Panjara belgisidan so'ng biz o'zimiz xohlagan izohimizni yozishimiz mumkin. Biz bu yerda input funksiyasiga namunalar deb yozamiz va input funksiyasiga namunalarni ko'rib o'tamiz. Birinchi print funksiyasini yozib, unga biz o'zimiz olmoqchi bo'lgan ma'lumotni foydalanuvchidan so'raymiz. Masalan, ismingiz deb. Keyin esa ism o'zgaruvchisiga input funksiyasini beramiz. Bu degani foydalanuvchidan ma'lumot ism o'zgaruvchisiga saqlanadi. Keyin yana foydalanuvchidan print funksiyasi bilan uning manzilini so'rashimiz mumkin. Manzilingiz deb matn kiritamiz va adres degan o'zgaruvchi yaratib, unga input funksiyasini chaqiramiz. Foydalanuvchi kiritgan manzil ma'lumoti shu adres o'zgaruvchisiga saqlanadi va print funksiyasi bilan dastlab ismni, keyin esa manzilni, ya'ni adresni chop qilishimiz mumkin. Dasturni ishga tushirganimizda qoldirgan izohimiz dasturga hech qanday ta'sir o'tkazmaydi. U shunchaki dasturchi o'qishi uchun, dasturchi o'ziga biror bir ma'lumot olish uchun, foydali ma'lumot olish uchun ishlatiladi. Yoki mana bu yerda
yozishimiz mumkin. Foydalanuvchidan ism qabul qiladi deb, keyingi o'zgaruvchimizga esa foydalanuvchidan manzil qabul qiladi deb o'zimiz uchun uzoq qoldirib o'tishimiz mumkin. Dasturni keyinchalik o'qiganimizda tushunishimiz uchun bu foyda beradi. Dasturni ishga tushiradigan bo'lsak, run tugmasini bosaman. Ismingiz, demak ism yozamiz. Ali va albatta enterni bosamiz. Bo'lmasa dastur shu joyda to'xtab turadi va keyin davom etadi. Enterni bosganimizdan so'ng manzilingiz. Manzilimiz Toshkent deylik. Endi dasturning natijasi mana bu pastda. Ali, Toshkent. Bundan tashqari biz bitta print funksiyasiga ikkita argument berib ham dasturimizning natijasini ko'rishimiz mumkin edi. Dasturni ishga tushiramiz. Dastur yana qaytadan ishga tushdi. Ism Ali, manzilingiz Toshkent. Enterni bosganimizdan so'ng Ali, Toshkent bitta qatorda chop qilindi. Bundan tashqari darsimizda biz kodlarimizni qisqartirish uchun input funksiyasini o'ziga foydalanuvchidan qanday ma'lumot so'ralayotganini ham yozishimiz mumkin edi. Buni o'chiraylik. Endi manzilingiz, bundan ham manzilingizni olib input funksiyasiga beramiz va yana shu yerda izohni ko'rib o'taylik. Agar biz yozgan kodimizga ham oldidan panjara belgisini, ya'ni reshetkani qo'ysak, buni ham Python dasturi o'qimasdan o'tib ketadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma izohlar yashil rangga o'zgardi. Dasturimizni ishga tushiramiz. Ismingiz deb so'ralyapti. Ali deb yozamiz. Manzilingiz Toshkent. Yana bir qatorda Ali, Toshkent. Faqat bitta farqi bo'ldi. Yangi qatordan emas, yozgan, kiritgan ma'lumotimiz yangi qatordan emas, manzilingizni oldidan bo'lib ketdi. Shuning uchun mana bu yerga ikkita nuqta qo'yib, bitta bo'sh joy tashlab ketsak, dasturimiz chiroyliroq chiqadi. Ikkita nuqta qo'yib, bitta bo'sh joy tashlab ketamiz. Endi shu terminalni o'chirib olay. Terminalni o'chirib, dasturni yana boshqatdan ishga tushiramiz. Ismingiz. Ismimizni yozadigan bo'lsak, Ali, manzilingiz Toshkent. Dasturimiz chop qildi, Ali, Toshkent. Undan tashqari mana bu yerga ham print funksiyasining ichiga yana qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni dasturimiz chiroyli chiqishi uchun qo'shimcha ma'lumotlarni yozishimiz mumkin edi. Bunda matn qilib qo'sh tirnoq ochaman, unga foydalanuvchi ismi deb ikki nuqta qo'yamizda, qo'sh tirnoqni yopib plus belgisini qo'yamiz. Bundan foydalanuvchi ismiga, matniga yana ismdagi saqlangan ma'lumot qo'shiladi. Ikkisi ham matn bo'lgani uchun. Keyingisiga esa yana qo'sh tirnoq ochamiz. Foydalanuvchining manzili deylik. Ikki nuqta probel qo'yamiz, qo'sh tirnoqni yopib, bunga ham qo'shuv belgisini qo'yamiz va dasturimiz terminalda o'chirib olay. Dasturimizni ishga tushiramiz. Ismingiz Ali, manzilingiz Toshkent. Enterni bosganimizda foydalanuvchining ismi Ali, foydalanuvchining manzili Toshkent. Bu alohida chiqdi. Yoki ikkisini ham alohida qatorlarda chop qilmoqchi bo'lsak, yana print funksiyasini yozamiz. Bu print funksiyamizga ikkinchi argumentimizni olib joylaymiz. Mana bu yerdan virgulni olib tashlasak ham bo'ladi. Va dasturni qaytadan ishga tushiramiz. Ismingiz degan yozuv. Foydalanuvchidan ism so'ralyapti. Vali deylik. Manzilingiz bir city deb yozib qo'yaylik. Foydalanuvchining ismi Vali, foydalanuvchining manzili city. Shu ko'rinishda dasturimiz ishlaydi. Faqatgina ikkita emas, cheksiz foydalanuvchidan ma'lumotlarni olishimiz mumkin va ularni chop qilishimiz mumkin.
Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz shu edi. Rahmat, sog' bo'linglar.